Masshtabni manekenga chizilgan asos andazamizni tayyorlab olganman. Mana 1 ga 2 masshtabda chizilgan andaza. Bu andazani biz merkalaga asoslanib qurdik. Mana yengi ham tayyor bo'lgan. Mana bu manekenimizga qurilgan asos. 44-razmer manekenimizni 2 baravar kichraytirilgani masshtabni maneken deyiladi. Shuni bilib olsanglar, mana shu masshtabni manekenda men sizlarga modellashtirib ko'rsatib beraman. Uzun versiyasini tayyorlab oldim. Mana orqa bo'lagimiz, oldi bo'lagimiz. Srazu sizlarga materialda уже modellashtirib bitishni ko'rsatib beraman. Keyin yengni ham yengini kalta qilib tayyorlab oldim. Hozir buni srazu materialga qanot qilib modellashtirib olib joylashtirib bitsa bo'ladi. Shuni ko'rsatib beraman. Hozir birinchi qiladigan ishimiz o'sha kartonga moslab olishimiz kerak. Reglan yeng qilingan. Mana bu joyda e'tibor berasizlar, bo'ynini 2 ga bo'lamiz. Proymani ham примерно 3 qismga bo'lgan holda o'sha joyga birlashtiramiz mana. Shunaqa holatda birlashtiramiz. Bel qismida bizda kesiladi. Bel qismida kesiladi. Vitichkalarimizni orqa tomonida tikamiz. Buni hozir yeng tomonga qo'yib ko'rsataman. Oldi bo'lagini ham xuddi shunaqa bo'yin aylanasini 2 ga bo'lamiz. Mana bu masofani taxminan 2 ga bo'lib, keyin vitichkani yopib turgan holatda qarang, ko'rsatib oling. Mana shu joyda proymaga birlashtirib olamiz mana. Buni kesamizda hozir yengiga o'rnatamiz. Bu vitichkamizni mana bu tomonga ko'chiramiz. Mana bu vitichkamizni. Keyin bu narsa ochilgandan keyin burmaga kirib ketadi. Oldi bo'lakda ham bel qismini kesamiz. Modellashtirgan ishlarimizni kesib tayyorlab olaman. Mana bel qismida kesamiz. Old yubka deb yozaman. Old bo'lak. Mana bu joyda ham orqasini kesib olaman. Bu orqa bo'lak. Orqamizni kesib oldik. Hozir yubkalarni olib turamiz. Kerak emas bizga. Mana bu qismi bilan ishlaymiz. Yengga reglan qilib chizib olgan joyimizni hozir bunga joylashtiramiz va orqa qismini joylashtiramiz. Mana bu joyda biz vitichkamizni yopib olishimiz kerak. Mana bu joyda ham vitichkamizni qilib olamiz. Mana hozir joylashtiramiz. Vitichkani oldin yopib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek vitichka yopiladi. Va vitichkani hisobini o'sha chizib olganimizni tepasiga ochib olamiz. Mana tayyorlab oldik. Bu oldi orqa bo'lagimiz. Endi yengni tayyorlaymiz. Reglan yeng tayyorlagan paytimizda yeng bizda buklovda bo'lsa, mana buklovda. O'sha buklovni biz har doim 1 sm oldinga suramiz. Mana bu masofangiz sizda 1 sm bo'lishi kerak. Oldiga surgandan keyin mana shu joyga biz reglanni chiqarish uchun vitichka chuqurligini 3,6 deb olamiz va uzunligini 8 cm deb olamiz. Vitichka qurib olamiz mana bunaqa. Mana. Bu degani mana shu, agar siz mabodo reglan quradigan bo'lsangiz, mana bu vitichkani olib tashlasangiz, kiyimda bizda yaxshi yotib beradi. O'sha yelka joylari ishib qolmaydi. Reglan tikib ko'rganlar bo'lsa, vazifasini yaxshi tushunadi nimaligini. Qiylab olamiz. Vitichkani hisobini olmaymiz. Vitichkani kesib olib tashlashimiz kerak. Keyin oldi bo'lakni joylashtiramiz. Joylashtirib, reglanimizni chiqarib olamiz. Fasonimizda yengni pastki tomonida manjet qismida kengaytirish ko'p berilgan. Shuni hisobiga mana bu vitichkani yopib turgan holatda, u uchun biz mana yengni kesamiz. Mana bu vitichkani olib tashlaymiz. Reglan uchun berilgan vitichkani. Keyin yelka qismini birlashtirgan holatda qo'yib turib bichsak bo'ladi. Bunda burmasi kengroq, kattaroq bo'ladi. Burma juda ham katta bo'lib ketmasin desangiz, mana bu joyiga zborka berishingiz mumkin. Bo'yni tomonida zborka berib, keyin o'sha narsani stoykaga kirgizib yuborishingiz mumkin. Biz hozir o'rtacha holatda, mana shu holatda bichamiz. Buni ham tayyorlab olamiz. Orqa tomonimiz tayyor, oldi tomonimiz ko'rinib turibdi. Balandroq bichiladi. Orasini birlashtirib olib bichamiz. Yeng uzunligini kerakli uzunlik bo'yicha bichib olamiz bu yog'ini. Endi materialga joylashtiramiz. Qizlar mana kamerani yoqmabman har doimgidek. O'tib ketib qoldim. Tushuntirib o'taman. Mana yubkamizni oldi bo'lagini. Bu nima uchun bunaqa holatga kelib qoldi? Mana bu joyda vitichkamizni yopadigan bo'lsak, etagiga kesib ochib yuboramiz. Mana shu holatni bajarib bo'lganman. Oldi bo'lakni buklovda bichdim. Orqa bo'lakni esa o'rtasini chokli yubka qilib bichdim. Xuddi shunaqa beldagi
vitichkasini yopdim. Yubkalarimizni tayyor qilib oldik. Endi orqa bo'lagini, orqa o'rtada chokimiz bor, to'g'rimi? Shuni davomiyligini saqlagan holda mana bitta vitichkalarimizni belgilagan holda mana belgilab olamiz. Bu o'chadigan ruchkada chizib olman deb tasavvur qilinglar. Mana chizdik. Endi bichib olamiz. Bu orqa bo'lagimiz. Mana bu joy bo'yni, orqa zamoq uchun chok haqi va bel qismini. Vitichkamizni mana bu joyini belgilab olamiz. Vitichkaning oxirgi tochkasi deb hisoblanadi. Ikkinchi tomoniga ham ko'chirib olamiz shuni. Orqaga ham xuddi shu vitichkani ko'chirib oldik. Vitichka joyida qoladi, chunki orqada hech qanaqa zborka yo'q. Pritalinniy siluet chiqishi kerak. Mana orqa bo'lagimiz bichildi. Mana bu joyga qo'yib turaman. Old bo'lakni bichish uchun materialimizni tortamiz yaqinroqdan. Oldi bo'lagimizni bichish uchun xuddi shunaqa, mana qarang. O'zi modellashtirib tayyor qilib olganmiz. Mana bu joyini chok haqlarini berib chizib olamiz va old bo'lagini o'sha bo'yni tomonini chizib olamiz va mana bu qismini chizamiz. Endi mana shu nuqtani belgilagan holda qarang, 10 sm ga oldinga suramiz. Mana shuncha. Va davom ettiramiz. Bu buklovda bo'ladi. Mana shuni chizib bo'lgandan keyin mana buni birlashtirib olamiz. Mana olib tashladim. Endi buni buklovga suramiz deb bichib olamiz. Agar o'sha originaldagidagi shifon materiallar bo'lsa, tagiga chexolni vitichkalar bilan bichib olasiz. Mana shu vitichkalarini joylagan holda bichib olasiz. Uni ustiga ikkinchi qavat shifoningizni mana shu holatda bichib olib, zborkaga yig'ish uchun zapaslari bilan rashyotini olib bichib olasiz. Mana oldi bo'lagimizni bichib oldik. Oldi bo'lak tayyor. Endi yengni bichamiz. Yengni tayyorlab olganmiz. Mana yengni joylashtiramiz. Bu qismini butun qilib bichamiz. Bu boshi bilan bu boshini birlashtirib, mana shu holatda birlashtirib chizib olamiz. Qolgan joyini o'zidagi qilamiz. Chok haqlarini endi etib o'tirmayman. Hamma o'zini ulaydigan chok haqi bilan bichadi. Bu problema emas. Hamma o'zi biladi. 1-1,5 nechidir santimetrlarni o'zi ishlatadigan metodi bo'yicha. Demak, mana bu joyda yengni boshi bor bizda. O'sha yeng boshidan biz yeng uzunligini qo'yamiz mana. Va yeng uzunligiga yana qo'shimcha qo'yamiz, chunki bizda zborka qilinadi o'tda yengni uchida. Mana buni birlashtirib olamiz. Endi bichamiz. Yengni manjeta qismida yana ham kengroq, zborkasi ko'proq bo'lsin desangiz, mana bu joyni yana ham yig'asiz. O'shanda buyog'ingiz ko'proq ochiladi. Yoki bo'lmasam, yelka qismida ham zborka tushsin desangiz, mana buni orasini kengroq ochasiz. No, hozirgi biz modelimizga orasi ochilmagani ma'qul, chunki faqat bo'ynida va yeng uchida zborka bo'lgani yaxshi. Mana modellashtirgan lekalamiz bo'yicha bichib olindi. Endi buni primerkaga tayyorlaymiz. Mana bu orqa yubkamiz va oldi yubkamiz. Qarang, zritelni bizni mana shu yubkamizni 8 ta bo'lakga bo'lib olamiz. Yonini bir bo'lak deb hisoblaydigan bo'lsak, orqa bo'lagimizda yana qancha qo'shamiz? Agar ikkita qo'shadigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4. Demak, agar yonini bitta hisoblasak, 1, 2, 3, 4. Ikkinchi bo'lagida yana ikkita bo'lsa, 4 ta bo'lak bo'ladi. Orqada 4 ta deb hisoblaymiz. Oldin ham xuddi shunaqa hisoblasak bo'ladi. Yonini 1, mana bu joyda 2, keyingi tomonida 2, yana yon bo'lagiga aylantirganda 8 ta detal bo'ladi. В общем счете oldida 2 ta, orqada 2 ta, 2 ta yonida 6 ta bo'ladi. 6 ta liniyada biz volan tushirishimiz kerak. Demak, oldini qarang, mana bunaqa belgilab olamiz. Mana shu joyga volan o'rnatishim kerak deb belgilab olishimiz kerak. Mana bu tomoniga ham mana bunaqa holatda belgilab olamiz lineykada. Orqa bo'lagini ham xuddi shunaqa belgilab olamiz. Bu volanlarni oralig'ini siz xohlagancha qilishingiz mumkin. Undan ham ko'proq qilishingiz mumkin. Volan o'rnatadigan chiziqlarimizni belgilab oldik. Mana bu tomonda oldi bo'lakda mana volan o'rnatadigan nuqtalarimizni belgilab oldik. Endi volan uzunligini o'lchab olamiz. Necha santimetr bizda bo'lishi kerak? Uzunligini o'lchaymiz. Mana 52 santimetrda.
Mana bu joyda biz 6 bo'lak baland olishimiz kerak. Qanaqa chizaman deb boshi og'ritib o'tirganlar uchun juda ham oson yo'lini ko'rsatmoqchiman. Mana bunaqa holatda qo'yasiz. Mana qarang. 52 santimetringiz mana bu yerga kelyapti. Demak, mana qo'ygan paytda nimaga e'tibor beramiz? Uletkani qo'ygan paytimizda. Mana 52 santimetrimiz mana bu yerda tugayapti. Demak, men bundoq zritilni ko'raman-da. Mana shu lentamni uzunligi bo'yicha men volanni tikishim kerak. Bu tikish qismi bo'ladi. Mana bu cheti bizda atrofi bo'lishi kerak o'sha volanimizni. Demak, ko'raman. Qani, menda mana shu masofa oralig'i bir xil chiqyaptimi, yo'qmi? Mana. Mana bizda mana bu tugayapti o'sha uletkamiz. Demak, mana shuni shundoq chizib olaman mana. Oson yo'li. Bu juda ham hech qanaqa rashotlasiz. Buni chiqarib olasiz. Mana. Mana bu bizda volanimizni kengligi bo'ladi mana. Mana shunaqa volandan biz 8 ta bichib olishimiz kerak. Bo'ldi. Mana bunaqa santimetrlarda bunaqa qilib o'lchab o'tirmanglar. Volanni zritilni ko'rdinglarmi? Enini bir xilligini bo'ldi, kesib olamiz. Qolganini kiyimni ustida 1-2 santimetrini to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Chunki biz kiyimni nima deydi, o'zini muddatiga topshirishimiz uchun 10 yillab rashodla qilib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Kiyimni tez tikishimiz kerak, pul ishlab topishimiz kerak. Kimdir o'zini puteshestviyasiga ishlatadi, kimdir oila bola chaqasiga ishlatadi. Pul ishlab topib, yaxshi yashashni o'rganishimiz kerak. Demak, mana bunaqa holatda volanimizni bichib olamiz. Idealniy bichilgan volan hisoblanadi. Mana shunaqa biz hozir 2 ta bichdik. Xuddi shunaqa yana 2 tadan 6 ta o'pshi bichaman. Mana yubkamizga o'rnatishim kerak. Mana shu volanni bunaqa holatda mana rashotini olib tekshirib ko'raman. Uzunligi bo'ldimi, ha? Uzunligi to'g'ri kelyapti, demak, 4 ta bichib olaman va primerkaga tayyorlaymiz. Ko'rib turganingizdek, maket yig'ildi. Sborka qilinadi oldi. Reglan chizig'imizni maksimalni tepadan qildim, chunki bizda endi yelkalar ko'proq ochilib ketmasin yoki ko'rinib qolmasin degan shunaqa so'rovnomalar bo'lishi mumkin. Mana shu chiziqni siz mana bemalol agar xohlasa klientimiz mana bu joydan tushirishingiz ham mumkin. Buni hamma o'zini didiga qarab tepadan, pastroqdan qilaman deyishi mumkin. Xohishinglar, men sizlarga texnikasini ko'rsatib berdim. Hamda qarang, bu bo'zdan bo'lgani uchun bizda mana bu shokovistый воздушный effektimiz uncha ko'rinmagan. Masalan, yengda ham zavязкаlar bo'ladi. Stoykamiz bantli rubashkani tikishni o'rgatganimga o'xshab, mana bantli versiyasi orqaga o'tib ketadi. Mana bantimiz bor. Orqada mana bizda zamok joyi bor, zamokning qismi bor. Orqada bizda vitichka tikildi, 2 ta. Bel qismi ulangan. O'sha bel qismiga qisman mana bu volanlarimizni qismini kirgizib olsangiz bo'ladi. Buni mana bunaqa holatda kirgizib tiksangiz ham bo'ladi. Volanlarning oralig'ini hozir masalan o'rtaga qo'yish mumkin yoki mana buni surib versiyalarini ko'proq qilish mumkin. Pushistый, воздушный ko'proq bo'lishi mumkin. Joylashuvini, расход material yana qo'shimcha bo'lishi kerakligini tushunasiz. Hammasini siz o'zingizning xohishingizga qarab joylashingiz mumkin. Hozir bu bichilish sistemasi shunaqa. Mana bu joyiga masalan u videoda sizda shifon bo'lgani uchun shifonni tagiga chexol variantini qilib, keyin shifonga o'rnatganingizda bunaqa stoячий effekt bo'lmaydi, kamroq bo'ladi. Chexolni masalan yengda bez chexla qilishingiz mumkin. Bu qismini mana bu oldi va orqa qismini chexol bilan yopib qilishingiz mumkin. Stoyka воротникni ham chexolsiz bajarishingiz mumkin. Bantli holatini shu holatda chiqishi kerak.